Ushbu loyiha Jizzax viloyati Mirzacho'l tumani Ipak yo'li hududida Xalq banki bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda. Bu yerga qovun mahsuloti, qovun ko'chati ekilgan. Maydoni 10 gektar, 10 gektar bo'lib, uzunligi 370 ga, bo'yi 370 metr, eniga 160 metrni tashkil etadi. Bu yerdagi ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekinlar unib chiqqan holatida ekinlarni yetishtirish 60 kun davomida amalga oshiriladi. Yetishtirish jarayonida sug'oriladi, tabiiy va mineral o'g'itlar bilan ishlov beriladi. Bu yer maydoniga 20 ta dehqon xo'jaliklari biriktirilgan bo'lib, ushbu dehqon xo'jaliklariga 50 sotikdan yer maydonini tashkil etadi. Har bir dehqon uchun o'rtacha 5 tonna, 6 tonnagacha mahsulot olish to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish uchun lider tadbirkor Ipak yo'li tomorqa xizmat kooperativi biriktirilgan, ishlab chiqarish kooperativi biriktirilgan. Ushbu loyihani bo'yicha har bir gektardan 5 tonnagacha jami 30-40 millionlik daromad olish rejalashtirilgan. Bu hosilni yig'ishtirib olingandan so'ng ikkilamchi ekinga yaxshi ekin turlaridan foydali daromadi sel hosil bo'lgan ekinlardan joylashtirish ko'zda tutilmoqda.